Sizlar bilan Steve Craft. Bugun men mening katta videoyimni birinchisi, ya'ni o'shaning uchun biz bugun survival qilamiz. Boshladik. Qatyapti. Nasıl yeterli? 16'da çıkardı. Evet, tak. Artık çok taş kullanıyoruz. Oradan keser bana şekeri. En de taş çıktı. Çok gününde. Bu videoda uzak olmuyoruz. 10 minut olamiz. Birinchi qism bo'lishi mumkin, yana bilmadim. Agar videomizda maqsadni nima qo'yamiz? Nima? Shu. Böyle hor. Ana çıkış. Baştan çıkarıyoruz. Bu maqsad. Nezarga borish maqsad. O'sha nezarga borguncha 10 minutdan ko'p vaqt ketsa, ikkinchi qismini ham bo'ladi. Agar 10 minutda ichida borib olsa, tugaydi. Bu ikkinchi qismi ham chiqmaydi, ham birinchi qism bo'lmaydi. 44 kesdi. Mana nimadan chiqqanimiz yaxshi. Bunu yapacağımız kirken taşa oramız şimdi toşası babla bağlar. Kirko taç bolka mesela çitimimiz lapak koyuyoruz. Mana endi itibor bo'ladi. Ana tüysündürüyor. 3 minut o'tib ketyapti. Videomizni yarmiz. O'shandan tezroq bo'lish kerak. Ikkinchi qismini ham chiqarsam. Ikkinchi qismida ulgurmasa, uchinchi qismini ham chiqaradi. Uchinchi qismida ham ulgurmasa. Beş minut bo'ladi xolos bu videomiz endi. 5 minut bo'lishi ham mumkin. 5 minut bo'larkan, demak. Bo'larkan. Bo'pti. Bular bilan Steve Craft bo'ldi. Bugungi videomiz tugadi. Bugun tosh asboblar qildik. Nari safar temir asboblar qilamiz. Hayır. Bo'pti.